Barchangizni ko'rganimdan xursandman. Mening ismimni bilmaydigan odam yo'q. Men sizning eng yaxshi o'qituvchingiz Jinman. Sizning katta yordamingiz bilan men baxt nazariyasi kursini ochishga muvaffaq bo'ldim. Tomosha qilayotganlar qarsak chaling. Mening kursim uchun siz faqat menga ishonishingiz va ergashishingiz kerak. Siz meni shunchaki tomosha qilish orqali ham mukammal bo'la olasiz. Shuning uchun siz yaxshi ishtirok etishingiz kerak. Bugungi kunda jami 3 ta davr mavjud. Siz birinchi davr uchun darsliklardagi nazariyalarni o'rganasiz. Ikkinchi davr amaliy hisoblanadi va uchinchi davr ko'rib chiqish. Endi tekshirib ko'raman. Talabalar kirganmi? Men talabalarni onlayn sharhlar orqali tekshiraman. Shu kunlarda sharhlarni ko'rish va yoqtirish juda yaxshi. BTS, men sizni sevaman, Kim Sok-jin. Oppa, Jin. Salom, Jin. Juda ko'plar bor. Bu menga juda yoqadi. O'ylaymanki, ko'plaringiz keldingiz. Shunday qilib davomat tekshiruv tugadi. Shunday ekan, kitoblaringizni oling. Birinchi davrni boshlaymiz. Birinchi davr baxtli. Bu happy. Hali darslik olmaganlar ham bo'lishi mumkin. Men shunchaki tanishtiraman. Happy muallifi buni ko'proq odamlarga baxt yetkazish uchun qildi. Baxt nazariyasi 3 ta darsliklar o'qitiladi. Bu yerga qarasangiz, qanday odamsiz? Sayohat qiling, tasavvur qiling va navigatsiya qiling. Kitoblarning 3 turi mavjud. Endi men bu darslarni tekshirishni boshlayman. Keling, avval qizil rangga qaraylik. Qizil, sen. Siz. Albom qanchalik qiyin? Baribir. Qanday odamsiz? Bu Journey. Journeyga qarasangiz, siz mening jigarrang sochlarimni ko'rasiz. Lager va tennis bu mening sevimli mashg'ulotlarim. Va men ovqat pishiryapman. Ushbu kungi suratlar haqidagi epizodlar. Men chiroyliman. Jigarrang va bu parik. Parik kiyishning sababi 3 ta turi bor edi. Bir narsa meni biroz xafa qildi. Albom uchun bir nechta turlarni yasaganman, lekin mening soch turmagim bir xil ko'rinishda ozgina o'zgaradi. Men rasmimga o'zgartirishlar kiritmoqchi edim. Shuning uchun men rasmimga o'zgartirish kiritish haqida o'yladim. Tasvirlarimni o'zgartirish uchun parik kiyib oldim. Men har bir tur uchun rasmimni o'zgartirishni xohlardim. Shuning uchun men parik kiydim. Shunday qilib, bu Imagine. Bu Imagine. Bu yerga qarasangiz, ichida albom bor. Va ichida juda ko'p turlar mavjud. Bu yerda daftar bor. Va siz uni uchib ketishiga ruxsat berishingiz mumkin bo'lgan narsalar bor. Ko'raylikchi. Bu lirik kitob. Lirik kitob bor. Va bu lotereya chiptasi kabi. Bu shunday. Agar siz uni bu yerda tirnasangiz, bilasizmi? Tanga yordamida siz uni shu yerda tirnaysiz va bir gap bor. Bu yerda nima deyilgan? Unutma. Sen mening yuragimdasan. Bugun shunday baxtli. Men bu xabarni sizga baxt keltirish uchun yozdim. Va agar siz bu yerga qarasangiz, fotokartlar bor. Bu birinchi suratga olish paytidagi edi. Shuning uchun yuzim shishgan ko'rinadi.
Men hech narsa qila olmayman. Mening yuzim hali ham shishib ketgan. Men hech narsa qila olmayman. Iltimos buni tushuning. Chunki men chiroyliman. Bu yerga qarasangiz va bular bu ofis tushunchasi. Aytish mumkinki, bu joylashuvga o'xshaydi. Va rostini aytsam, bu men o'quvchi bo'lganimdan beri maktab kabi. Bu ofis tushunchasi. Hatto ofisda ham, kompaniyada ham mening fikrim ishlayotganimizda bizni ko'rishadi. Va endi bu ko'k rang. Ko'k rang nima? Bu navigatsiya. Navigatsiya bu yerda bir xil. Siz ularni o'chirishingiz mumkin. Va agar buni ko'rsangiz, bu nima? Albom uchun yangi texnikadan foydalandik. Bu yerga qarasangiz, bu yerda kitobga qarasangiz, bu qism alohida ajratilgan. Bu noto'g'ri ko'rinishi mumkin, ammo bu unday emas. Yangi texnika bilan bu kitobni keng tarqatishingiz mumkin. O'rta qismini yaxshi ko'rishingiz uchun biz yangi texnikadan foydalandik. Bu yangi texnika. Agar siz men kabi qarasangiz, bu juda jozibali ko'rinadi. Agar siz ushbu kitobni shunday tarqatsangiz, bu juda yaxshi. Va bu menga juda yoqadi. Men sariq sochni yana sinab ko'rmoqchi edim. Shuning uchun men buni qildim va men o'ylaganimdan ham yaxshiroq chiqdi. Men pariklar sezilarli va noqulay bo'ladi deb o'yladim, lekin konsepsiya turli tushunchalarni ko'rsatish uchun qilingan. Iltimos, u ajralib tursa ham tushuning. Keyingi safar buni yana qilishim kerakmi deb o'ylayman. Bu yerga qarasangiz, har bir albom uchun qoplama. Yashil, ko'k va qizil, barchasi boshqacha. Bu baxmal. Tasavvur qiling, zaif qoplamasi bor. Yo'q, jo'nida baxmal qoplama bor. Imagine esa opleskan qoplamaga ega. Bu opleskan qoplamaga ega va bu bosma qog'oz bilan amalga oshirilgan. Bu uchtasi bir-biridan farq qiladi. Agar sizga baxmal yoqsa, keyin siz buni qo'lga olishingiz va o'rganishingiz mumkin. Va agar siz opleskantni yoqtirsangiz, buni qo'lga olishingiz mumkin. Yo'q, men qog'ozni yaxshi ko'raman desangiz, keyin bu ko'k rang. Yo'q, men ularning uchtasi bilan birga o'qiyman. Keyin hammasini sotib olishingiz mumkin, lekin biz boy emasmiz. Ammo barchasini sotib olsangiz, bu juda yaxshi. Ajoyib. Hammangiz dars uchun orientatsiya materiallarini tayyorladingizmi? Siz qilganmisiz, bilmayman. Lekin men sizga oddiy test beraman. Ularni yaxshi tayyorlaganingizni ko'rasizmi? Bu yerga qarasangiz, buni ko'rib chiqqandan keyin yaxshi o'rganishingiz kerak. Bu nima? Bu farqni toping, bolalar. Albatta, bunday o'rganish uchun bu yaxshiroq bo'lishi mumkin emas, to'g'rimi? Asosiy va kengaytirilgan versiyalar bu ikki qismga bo'lingan. 5 daqiqa ichida 8 xil narsani topishingiz kerak. Birga topamizmi? Professor sifatida, yo'q, o'qituvchi sifatida. Men ularni topish uchun qattiq mehnat qilaman. Men sizga 5 daqiqa vaqt beraman. O'yin boshlandi va material endi rasmiy hisobda ko'tarildi. Shuning uchun buni olmaganlar tekshiring. Qani boshladik? Men buni juda yaxshi bilaman. Nega? Chunki men o'qituvchiman. Men allaqachon topdim, bu yashil va bu sariq. Bu juda oson. Bu yerga qarasangiz, ikkitasini topdim. Agar siz bu yerga qarasangiz, bu oq va bu emas. Yoshligimda bu ishning ustasi edim. Va endi bu yerga qarasangiz, bu yerda oq narsa bor, lekin bu yerda emas. Men uchtasini topdim. Va agar siz bu yerga qarasangiz, qarasangiz bu yerda soya bor, lekin bu yerda emas. Bu bitta emas. Agar qarasangiz, ko'ralikchi, bu yerda ko'rsangiz to'q sariq rang, bu yerda sariq rang. Shunday qilib men 4 tasini topdim. 5 ta bu monitorda foto bor, lekin bu monitorda emas. Yoshligimda va mana bu yerda happy yozilmagan, bu yerda esa yozilgan. Shunday qilib men 6 tasini topdim. Ko'ralikchi.
노란색이고 Bu sariq va bu 주황색이에요. to'q 7개 sariq. 찾았고요. Men 7ta topdim. 여기 우떠가 있고 Bu 여기 yerda 우떠가 o'tto bor, 없네요. lekin bu 이렇게 yerda emas. 8개. 자, Shunday 제가 qilib 10개를 8ta, men barcha 다 8tasini topdim. 찾았습니다. 아, 이렇게 Men buni 제가 juda yaxshi bilaman. 잘해요. Ko'raylikchi. Bu 어, yerda u 여기는 2ga 두 개로 bo'lingan, ammo 나눠져 bu 있는데 bitta. 여기는 또 하나네요. 그렇게 해서 Men hozir 7개 2ta 찾았고요. topdim. 마지막 한 Oxirgi. 개. 마지막 한 Oxirgi. 개. Ha, 넥타이. bo'yinbog'. 여러분들 넥타이 Bolalar, bu 보라색이고 bo'yinbog', 얘는 bu binafsha, u 갈색이에요. 7tasi 이렇게 해서 jigarrang va shunday. 교수님, Bu professor 8tasini ham topdi. 8개를 다 찾았다는 사실. 예, 여러분들 너무 Menimcha bu 쉬운 것 juda 같은데요. oson. 그럼 Keling, 정답만 ekranda 한번 ijoblarni 보시죠. ko'rib 맞는지 chiqaylik. 안 Keling, 맞는지. men haq bo'lganini ko'raylik. 아, 기가 Qanday 막히죠. ajoyib. 그냥 Men 틀리지가 noto'g'ri 않아요. tushunmadim. 제가 Men bir 왕년에, vaqtlar 예, Etris 테트리스 bo'limining 학과, Etris 테트리스 emas, 뭐냐, 틀린 men 그림 farqli 학과를 sport 좀 ixtisosligi bo'yicha 나가가지고, tamomlaganman. 그 틀린 그림 Shuning uchun 찾기를 men buni 좀 juda yaxshi 쳐요. bilaman. 예. To'g'ri. 그렇습니다. 아, 제가 Men 테트리스 Etrisga 좋아해가지고 yoqadi, 죄송합니다. kechirasiz. 예. 테트리스는 Keyingi 다음 o'yinda Etrisni 게임에서 ko'rsataman. 보여드리도록 하겠습니다. 오늘 말고 Bugun emas, 언젠가 balki 뭐 bir 제가 kun 뭐 chet 해외 elga 놀러 ketganimda. 와가지고 그 뭐냐 Men buni 라이브 live 하면서 또 qilayotganimda 할게요. qilaman. 자, 기초 Men 버전으로 buni asosiy 준비를 versiya 했습니다. bilan 심화 qildim. 버전을 Shuning 한번 uchun 넘어가보도록 ilg'or versiyaga 하겠습니다. 심화 o'tamiz. 버전은 Ushbu versiya ancha qiyin. 크게 어려우니까 눈을 Uni 크게 yaxshiroq 뜨고 topishingiz 잘 uchun ko'zingizni 찾아보시면 keyinroq oching. 좋겠습니다. 자, Etris, 테트리스는 siz bu 여기까지 yerga boring. 테트리스가 Etris emas, men aqldan 있는 o'zimni 여기서 farqini 있고, topish. 자, 심화 버전. Kengaytirilgan versiya. 자, Qani 가겠습니다. ketdik. 자, 5분 5 동안 daqiqa ichida yana 8개 8tasini 또 topishingiz 찾으시면 kerak. 됩니다. 5분 동안 5 8개 daqiqa 한번 ichida 찾아보시죠. 8tasini aniqlaymiz. 보자. Ko'raylikchi. Bu yerga 보시면은 qilsangiz, men 제가 allaqachon 벌써 하나 topdim. 찾았어요. Qopoq 얘는 yoki 이렇게 bir narsa shu 뚜껑이 yerda. 이렇게 뭔가 올라가 있는데 얘는 Lekin 뚜껑이 bu 완전히 yopilgan. 덮여 있습니다. 자, 이렇게 Va shuning uchun 하나를 men 쉽게 bittasini 되었고요. topdim. Va 그리고 두 번째 ikkinchisidan 보시면은 bu 여기 baliq. 풍선인데 여기는 Lekin bu yerda 이렇게 apelsin, filyot kabi narsa bor. 주황 색깔 찌로 되어 있습니다. 이렇게 해서 Shunday 두 개 qilib men ikkitasini topdim. 찾게 되었고요. Bu juda qiyin. 어떻게 만들었는데? Va agar siz bu yerga 보시면 qarasangiz, 자, ko'raylikchi. I'll be there for you. 예. Bu 분명 plastikka va 접시랑 boshqasi 얘랑 boshqacha. Nima 뭐가 farq 다른지 borligini 모르겠어. bilmayman. Bu 얘는 qurq rangga o'xshaydi. 어두운 Bu 색깔인 것 yorqinroq 같고 얘는 좀 ko'rinadi. 밝은 색이야. Bu 분명히 albatta 다르거든요. boshqacha. 근데 Nimadir boshqacha bo'lishi kerak. 좀 다를 겁니다. 세 개. Men 3tasini topdim. 찾았습니다. 그리고 Va 보자. ko'raylikchi. Agar bu yerga 보시면은 qarasangiz, men 여기 네 개. 4ta. Bu bitta. 여기 얘. Karna, 슈퍼. bu ekrani bor, lekin bu 얘는 yerda 화면이 emas. 있고 얘는 없죠. 자, Men 네 개 4tasini topdim. 찾았습니다. 와. 아, 이거 5개. 5ta, bu votto. Nega u yashirinib yuradi? Votto shu yerda. 자, 5개 Men 5tasini 찾았습니다. topdim. 다섯 개 Men 5tasini 찾았고요. topdim. 자. 자. 힌트. Maslahat, 힌트 menga 한번 maslahat 보도록 bering. 하겠습니다. 우리 팬분들의 O'ylaymanki, armiylar 우리 menga 아미 maslahat 여러분들의 berishadi. 힌트. Menga 힌트는요. maslahat bering. 아, Jin farishtaga o'xshaydi. Bu emas, menga maslahat kerak. 제가 그 Men ham 천사처럼 farishtaga 보이는 o'xshashimni 거는 yaxshi 저도 bilaman. 이렇게 잘 알고 있지만 So'ksin, sen juda yoqimtoysan, men aqldozman. Bu kabi emas. Aytmoqchimanki, muxlislar ham buni topishda qiynalishi mumkin. U yuqorida va pastda bo'lishi kerak edi, lekin yonma-yon, shuning uchun qiyin. Bu yerda happy deb yozilgan. Men 6tasini topdim. Yana 2tasini topsam, maslahat topdingizmi? Men sizni sevaman. Rahmat. 자, O'qituvchi ham bilmaydi. 너무 어려워요. Juda qiyin. 자, 정답을 한번 Keling, javobni 보시죠. ko'rib 자, chiqaylik. 6개를 찾았는데 6개 Men 6tasini topdim, 6. Qiziq qolgan 2tasinimi? Bu nima? 여기에 Men 하나가 shu yerda 있던 거 topdim. 찾았고, Men 또 Votton 찾았고, topdim. Bu 여기 yerdami? 아, Men bu 이 do'stni 친구 하나를 o'qimadim. 찾았구나.
Bu yerda bir do'stim bor edi. O'qituvchilar ham daraxtdan tushishi mumkin. Va ko'ramiz. Bu yerda rangi boshqacha. Bu yerda bittasi bor. Bu yerda gullar bor. Ha, bu o'tkazib yuborgan bo'lsam kerak, chunki men ham gulman. Hammangiz to'g'ri tushundingizmi? Magistrlar, bu juda yaqin va katta, shuning uchun hammasini topa olmadim. Agar men uni ekranda ko'rganimda, ularning hammasini topa olardim. Talaba ustoz bo'ldi deymiz. Talaba ustozdan yaxshiroq. Ishonamanki, siz mendan yaxshiroq ish qildingiz. Bu sizga yoqdimi? 15-kuni soat 14:00 da men audiovizual materialni yukladim. Ko'rgan bo'lsangiz kerak. Umid qilamanki, siz shunday qildingiz. Ko'raylikchi. Materiallarni ko'rib chiqishda, keling bu haqida gaplashaylik. Muxlislar farqlarni topga qiziqishmaydi. Lekin ular haqiqatan ham men seni sevamanga qiziqishadi. Hammangiz meni sevaman deyapsiz. Men davom etaman, bizga ekranni ko'rsating. Bu 14:00 da ko'rsatiladigan audiovizual material. Juda shirin. Bu kim? Nega u juda chiroyli? O'sha kuni havo issiq edi va men tushlikka baliq yegandim. Qanday chiroyli u kim? Audiovizual material. Bu chiroyli, shuning uchun menga yoqadi. O'sha popkorn. Men ta'mi yo'q edi. Men uni yedim, lekin ta'mi yo'q edi. Va o'sha tekislikda bu o'tlarni hammasi tikanli edi. Men bu klipni 30 marta ko'rganman. Men ranglarga qarashim kerak edi. Va u nima? Men o'zim musiq video rejissoridek his qilgan edim. Men tahrir va CG'ni ko'rdim. Men yaqinda juda ko'p yugurdim. Shuning uchun men oyog'imda yumshoqlarga ega bo'ldim. Bu shunchaki ajoyib. Ko'prik. Biz butun ko'prikdan foydalanishga ruxsat so'radik. Bizga shunday qilish imkonini berganliklariga xursand bo'ldim. Rahmat. Va o'sha uy. Wi-Fi yo'q edi. Men xafa bo'ldim. Chunki men o'yin o'ynashim kerak edi, lekin Wi-Fi yo'q edi. Shuning uchun men qiynaldim. Bu yerga qarasangiz, men haydayapman. Tez orada men haydab ketayotganimni ko'rasiz. Va bu yerda metro tushadi, chiqib ketadi. Va bu yerda men shunchaki dastani shunday aylantirdim. Meksika video direktori, bu qo'rqinchli sekin yur dedi. Men sekin ketayotgandim, lekin men buni qilganimdan beri men eng yaxshi haydovchi bo'lish nima ekanligini ko'rsatdim. Va men bu yerga qiziqaman. Shunday yonib o'chgandan keyin bomba portladimi? Men ko'proq filmlar tomosha qilishim kerak edi. Bu shunchaki kino edi. Biz bu film ekanligini bilib oldik. Bu hikoya. O'lsam, orqa hikoya bor. Bu kino bo'lmasligi kerak edi. Men dunyoning birga qulashini ko'rishim kerak edi. Agar o'lsam ham armiya xafa bo'ladi. Bu yerda o'lsam, muxlislar xafa bo'lishadi. Shuning uchun biz ushbu film sahnasini qo'shdik. Men kino tomosha qilayotgan sahna. Bu aslida kino edi. Biz buni qo'shdik. Agar o'lsam,
Agar men hikoyada ham o'lsam, muxlislar juda xafa bo'ladi deb o'yladim. Shuning uchun biz bu sahnani orqasini qo'shdik. Bu hikoya. Musiqa video haqida. Aytmoqchimanki, siz audiovizual materialni tushundingizmi? Chunki men eng yaxshi o'qituvchiman. Hatto men buni yaxshi tushuntirdim deb o'ylayman. Bu nima? Nafuz dars qilmoqchi bo'lsam, dam olish vaqti. Agar dars o'tmoqchi bo'lsam, dam olish vaqti, boshqa sinfga quloq solmang. Va audiovizual materialni yana bir bor tomosha qiling va ikkinchi davrada ko'rishguncha. Salom, bu musiqa video to'plami. Abiga qo'shiluvchi. Bu va AQSh. Va'da biz kichik to'plamlar yaratamiz, kino to'plamini yaratish. Musiqa video tushunchasi. Mahallada kuylash haqida. Qiyinchilik va qiyinchiliklarga qarshi turish. Qo'shiq sizga baxt berishdir. Qo'shiq shunday bo'lishi kerak. 두 개만 딱 하자. 하나, 둘, 셋. 네. 오케이. Ushbu musiqa video suratga olishda ovozim bilan hayot kechirsam ham, lekin men ham tashqi ko'rinishim bilan yashayman. Men yuzimni ko'proq ko'rsatishni o'yladim. Yangi urinish, ilgari kamroq qilgan narsalarim. Men shunga o'xshash ko'proq suratga olishni xohladim. Men yangi narsalarni sinab ko'raman. Bu yaxshi yoki yomon chiqadimi bilmayman. Agar men narsalarni rejalashtirsam va sahnalarni yuzim bilan birlashtirsam, yaxshi video bo'ladi deb o'ylayman. Men buni rejalashtirgan bo'lsam ham, men shunday borishni so'radim. Chunki mening yuzim chiroyli. Men bunday videolardan biri bo'lganini yaxshi rejalashtirish qildim deng. Men qarib qolmasimdan oldin men nimadir qilish haqida o'yladim. Hayotimdagi ajoyib fikrlarni soch va bo'yanish haqida edi. Sochim qanday rangda bo'lishi kerakligi haqida o'yladim. Ko'p aksessuarlardan foydalanaylik. Keling, bu yerga bir stikerni qo'yamiz. Ko'p marjonlarni qo'shaylik. Men shunga o'xshash juda ko'p takliflarni berdim. 두 번 땅 치고 치면 도착했겠지. 뭐 이렇게. 얘를 내버려 두는 동시에 세 번 해줘. 세 번. 조금만 더 씹어. 근육까지 와봐. 근육까지 나와. 야, 세상에 미쳤네. 3도.
어떻게 타요? 올라가 봐. 무게 중심. 오. 타요. 오. 이게 방향이라고? 아 근데 이거 하체 힘 진짜 빡 들어간다. I'll be there for you. 1, 2, 3. I will be there forever. 난 변하지 않아. I'll be there for you. There for you. Oh, oh, oh. 내게 전하게. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. Shunday qilib, Albiza klipining suratga olish ishlari yakunlandi. Bugun ertalabdan beri ko'p odamlar juda ko'p narsalarni boshdan kechirishdi va menimcha tayyor mahsulot ajoyib bo'ladi. Bu mening Armeniyadan kelganimdan keyingi ilk klipim va Albiza tugadi. Va ertaga men Running Wild nomli qo'shig'i klip suratga olmoqchiman. Bu Albizada butunlay boshqacha kayfiyat. Siz butunlay boshqa tomonni ko'rasiz. 보실 수가 있고요. 여러분 그럼 Running Wildda ko'rishguncha. 자, 다들 Hammangiz 쉬는 yaxshi dam 시간 어떻게 잘 oldingizmi? 보내고 오셨나요? 이 교시는 Ikkinchi 바로 davr. 모두가 기다렸는지 Buni 안 kutdimmi 기다렸는지 yoki 모르겠지만 yo'qmi bilmayman. 신나는 실습 Ammo amaliy 시간입니다. mashg'ulotlar uchun qiziqarli 실습 vaqt. 시간은 Bu 1교시와는 sinf 또 birinchi 다르게 davrida farq qiladi. 활동적으로 Chunki 학습을 biz 하는 faol bo'lishimiz 시간이라 kerak. 또 저도 기대가 Men ham 되는데요. buni intiqlik 자, bilan 여기 kutaman. 해피 Mana Happy. 이니셜이 있는 뽑기 Bosh 통이 harflarni o'z 있습니다. ichiga olgan 각각 omadli o'yin bor. Alifbo 알파벳과 harflari va 관련된 tekshiruv o'yinlari 게임들이 tayyorlangan. 준비가 되어 있거든요. 그래서 무작위로 Men 이렇게 tasodifiy 4개를 to'rtta 뽑아서 harfni 나오는 것으로 제가 chizaman 실습을 va amaliy 진행을 ish qilaman. 하려고 합니다. Bolalar, 여러분들. 어떻게 그럼 men 한번 ularni tanlay 뽑아볼까요? olamanmi? 제가 뽑아봤으면 Agar 여러분 shunday 소리 qilsam, 질러. shovqin qiling. 감사합니다. 자, 한번 제가 Rahmat. Men 뽑아보도록 hozir bittasini 하겠습니다. tanlayman. 자, 이 보시면 Tuzlangan 단물이 turibga 같은 o'xshash 게 tanga 동전이 bor. 있어요. 이 Men 동전을 tangani shu 여기다 yerga 넣는 solaman. 거예요. 자, Men 동전을 tangani 넣었더니 yerga soldim 코인 아니 va tanga 뭐냐 nima? 이 bu nima? 이게 뭐지? Bu nima? 캡슐이 캡슐이 나온다. 네, 코인 Tanga 캡슐이 kapsulasi chiqdi. 아이고야. 자, 과연 Ko'raylikchi. 여러분들 별로 Siz 안 asabiy 떨리죠? emassiz, 저도 to'g'rimi? 그래요. Men ham 자, 과연 kacha 여기에 mashinasidan 나온 nima 가차 chiqdi? 뽑기에는 뭐가 나왔을지. 야, 피 피가 chiqdi. 나왔습니다. 피. 이 피가 피 nima? 무엇이냐면, 이 피는 Pi qadoqlash. 해킹, 행복의 Bu 가방 baxtli 싸기입니다. sumkani 이렇게 to'ldirish. 이제 또 Bu 보시면은 yerga 다양한 qarasangiz, men 물건들이 uchun turli 준비가 xil 되어 narsalar 있는데요. tayyorlangan. 제가 이 Men vaqt 행복을 o'tkazaman. 느낄 수 있는 물건들로 가방을 싸보는 Sumkani 시간을 men 한번 xursand 가져보려고 qiladigan 합니다. narsalar bilan 자, 그럼 to'ldiraman. 한번 저에게 Ko'rish 행복을 uchun 주는 hozir 물건이 yig'ish 뭐가 kerakmi? 있는지, 한번 Qaysi narsalar meni 담아볼까요? xursand qiladi? 자, 한번 Men 담으러 hozir boraman. 가보겠습니다. 바라바라바. Men 네, xarid 쇼핑하러 qilish 나왔습니다. uchun 저에게 keldim. 행복을 Qaysi narsalar 주는 menga 물건이 baxt keltiradi? 무엇이냐? 요새 저 Men 슬리퍼 신고 shippa 다니거든요. kiyaman. 네, 슬리퍼 신고 Men buni 다녀서 olaman. 쇼핑 한번 Men 해보겠습니다. xarid qilaman. 자, 그리고 Va 네, 30분 30 전까지만 daqiqa oldin men buni qilardim. 자, 그리고 Va albom. 앨범 albom muhim. 그리고 Va o'yinchoq. 인형. Bu ham muhim. 야, 참. Agar 야, bu 내가 tinaydigan 아무리 narsa 그래도 bo'lsa ham. 효자손을 갔다 왔는데 lekin- 효자손을 그냥 Hey Punk, 이거 mommaga duch kelmoqchimisiz? 하려고. 오케이. 자, 그리고 우리 Armibop 아미밤 ham 또 muhim ahamiyatga ega. 중요해요. 네, 그리고 Men pijama kiyaman, 잠옷이 lekin holat 있는데 emas. 가운은 또 안 입는단 말이지. 가운이 또좀더 Havo sovuqlashganda xalat kiyaman. 아, 또 Pul yo'qmi? Pul bo'lishi kerak. 자, 그리고 Va ovqatlanish ham muhim 밥 ahamiyatga ega. 중요하지, 밥. 네, 밥해 Men 먹고. ovqat tayyorlayman. 아, 내가 노래해야 Men qo'shiq 되니까 또 kuylashim 마이크도 kerak, shuning uchun mikrofon ham muhim. 그리고 Va kompyuter ham muhim. 중요하니까 컴퓨터. Kompyuter.
판이 달려 있네. Shuni urlanganmi? 자, 이렇게 해서 제가 Shunday qilib men 7 7개를 narsani 다 qaytarib olib 가져와봤습니다. keldim. 예, 제가 Men ularni 어떤 것 때문에 yoqtirishining sababi 이게 nima? 좋은지 Men 한번 hozir 설명을 tushuntiraman. 해드릴게요. 자, Bu 일단 nima? 이게 뭐냐면 Bu 그거예요. 그거 이거 뭐지? bu 머리 nima? 받침대? Buni boshga 네, qo'yish 그거 mumkin. Buni shunday 일 bo'lishi 거예요. kerak. 아니면 이거 Yoki 그 bu 뭐야, nima? 화장할 때 쓰는 거 있잖아요. Biz qachon 이렇게. bo'yanishdan foydalanamiz? 이렇게 Biz uni bu 얼굴 yerga 묻지 tegizamiz. 말라고. Yuzga tegmasligi 그거- uchun. Bu 예, 그거라고 siz uni 생각하면 shunday 그거예요. o'ylashingiz mumkin. 예, 다 이렇게 또 이렇게 Chunki 이렇게 siz 하는 uni 그게 shunday 있기 ishlashingiz 때문에 mumkin. 그거 아니면 이렇게 Yoki balki 머리에 ko'zni 써서 yopma sifatida 안대, boshga 예, qo'yasiz. 안대가 될 수 있고 Bu 되게 ko'z 많은 pardasi bo'lishi mumkin. 제품이 Bu 될 수 do'st 있는 ko'p narsa 친구이기 bo'lishi 때문에 mumkin. 예, 뭐 저랑 상관없지만 Garchi bu menga 많은 tegishli 관심 bo'lmasa ham 부탁드립니다. iltimos ko'proq 자, sevgi 그리고 다음 ko'rsating. 제품 Va 보도록 keyingi 하겠습니다. element 마이크. 아, 제가 또 mikrofon. 노래할 때 Men qo'shiq 이거 aytsam xursand bo'laman. 행복하거든요. 제가 뭐 러닝 Men Running 와일드 Wild 할 qo'shig'ini 때 너무 kuylaganimda 행복하기 juda 때문에 xursand 예, bo'laman. 이 저의 행복을 Bu mikrofon 책임져주는 mening 마이크 baxtim uchun javobgardir. 두 번째 제품으로 봤고요. Bu mening ikkinchi elementim. 세 번째 제품 아미밤입니다. Uchinchi element 예, Armin Bomb. 아미밤은 Armin 이거 여러분들 Bomb. 이게 오해하시는 Va siz noto'g'ri tushungan bo'lishingiz mumkin. Men noto'g'ri tushunmang. Men bu narsalarni sotish uchun olib kelganim yo'q. Bu narsalar menga baxt keltiradi. 그 물건들이다. 그래서 얘는 이제 Buning 이유가 ma'nosi nima? 무엇이냐? 저는 아미 분들이 Agar armiya muxlislari buni konsert zalida ushlab turishsa va ajoyib hamma uni silkitganda men xursand bo'laman. Shu sababli men bu Armin Bombni yoqtiraman deb aytmayapman, lekin menga muxlislar buni bizga bildirishlari yoqadi. Shunday qilib Armin Bomb 3-elementdir. 있습니다. 그리고 네 번째로 Va 4-element albom. Ushbu albom qo'shiq bilan bog'liq. Men hayotimni qo'shiq kuylash uchun o'tkazaman. Men u odam emasman, lekin men qo'shiq aytishni o'ylaydigan odamman. Shu sababli mening qo'shiqlarim o'rin olgan albom men uchun muhim. Albomni ham tushuntirdim. Men qo'shiq aytish uchun umrimni o'tkazmayman. Lekin men sizlar tufayli kuylayotgan odamman. Va shippak. Yaqinda oyoqlarim og'riyapti. Shunday qilib men har doim shippak kiyaman. Men u mahsulotni taqdim etayotganimni his qilish g'alati. Ular ajoyib. Bu men ham buni yaxshi kiyaman. Bu to'g'ri. 그렇습니다. Uni sotib olishni istamaganlar buni qilishlari shart emas. Buni men mahsulotni tanishtirayotganim uchun aytyapman. Bu haqiqatdan ham o'xshaydi. Bu albatta menga tegishli emas. Qanday bo'lmasin, men bu narsalardan mamnunman. Men ularni yaxshi ko'rganim uchun qildim. Men ham ovqat tayyorlaganman. Men ovqat tayyorlaganimdan beri bu ingredientlar bu nima? Bu nima? Qovurilgan idish. Idishlar. Yaxshi idishlardan foydalanish kerak. Magistrlar kastrulkalarni ayblashadi. Men yaxshilardan foydalanaman. Shuning uchun men buni tanladim. Men tanladim. Va o'yin boshqaruvchisi. Bu bir hafta oldin edi. 2 hafta oldinmi? Va pulli odam bor edi. Menga juda yaqin. U menga o'yinni sovg'a qildi. Men bir necha hafta kutdim. Buni sizga berish uchun sizga katta rahmat. Bu nima yetkazib berish uchun kompaniyasi bor edi. Men mahsulotni qidirdim va u yerda edi. Janob, men bu yerda mahsulotni ko'rdim. 1-2 kun ichida kelishi mumkin. To'g'rimi? 2 oy kutdim. Dunyo yaxshilandi deb o'yladim. Bugungi layfda 1 soat oldin ham o'ynadim. Shunday qilib bu 7 narsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Men 7 dan ortiq narsalarni olib keldim. Bu narsalar meni hayotda juda baxtli qiladi. Shunday qilib pi tugadi. Bu juda tez tugamadimi? Suxshin shou bilan sekin borishingni tilayman. Haqiqatdan ham yaxshi. Keyin sekinroq boraman. Bunga yaxshi davom eting, men keyingisini tanlayman. Men tangani solaman. Ko'ramiz, baraban. 뭘까요? Bu nima? 막 이펙트 막 Suxshinning yuzi ochma effekti. 막 여기 막 BTS 얼굴 Tez yuz mashinada otilib chiqadi. 와, Y가 나왔습니다, Y 여러분. chiqdi. Y가 야, 이 Y. Y가 Bu nima? 뭐냐면 이 실습 Sariq bolalar.
옐로우예요. 옐로우. 이 옐로우가 Sariq 무엇이냐? nima? 옐로우 하면 뭐가 Sariq 떠오르랍니까? bilan nima deb 노란색이 o'ylaysiz? 떠오르죠. Siz 네. sariq rangni 왜냐? o'ylaysiz. 옐로우는 Nega 노란색이기 sariq? 때문입니다. 이 노란 테니스 Ushbu amaliyot sariq tennis to'pi va raketkani o'z ichiga oladi. Hozirgacha tennis to'pi havoda sakrayapti. Men darslik bilan tanishtirishim mumkin. Men bu sinfni tayyorladim. Agar to'p yerga tushsa, men albomlarni taqdim etishni to'xtataman. Endi tennis to'pini olaman va darslar haqida tushuntiraman. 자, 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 Mana 여기 u. 있어요. 자, 이 Bu darslik 제 mening 앨범, albomimni 앨범에 대해 tushuntirish 설명을 uchun. 드리자면은 총 Albomning 3개로 3 xili bor. 구성이 되어 있고요. 그리고 Albomdagi 거기 suratlar 나와 juda 있는 chiroyli 사진이 잘 생겼고요. 그리고 va 이미지 tasavvur qiling, 전이 sayohat. 네거티브 아니었는데. Bu salbiy emas. Bosh. 자, uchta 이렇게 turi 세 mavjud. 개로 있습니다. 자, 하지만 Biroq 방금 men sinab ko'ring demadim. 도전 안 했죠. 이 Ronsa Ching va 달려라 Ranbir 석진, test 달려라 filmlarini tomosha 방탄을 qilganlar 보신 bilishadi. 사람들은 다 아실 거예요. 뭐야 이 해피는? Bu nima happy? 행복하니까 여기 있어. Happy ekan shu yerda qolasiz. 도전을 외치지 Agar 않으면 sinab ko'ring demasa, 애초에 aytmoqchimanki, 시도도 하지 men 않은 buni 거예요. sinab 자, ko'rmadim. 알겠습니다. 도전. Men hozir boraman, sinab ko'ring. 자, 이 해피 앨범은 총 Happy 3종으로 앨범은 uchta 구성이 turga 돼 있고요. ega. 노래들은 다 똑같이 들어가 Qo'shiqlar 있어요. aynan 그리고 bir xil 잘생겼고요. va men chiroyliman. 좀 여러분들에게 Mening 다양한 turli 저의 tomonlarimni 모습을 ko'rsatish 보여드리기 uchun 위해 Qora, oddiy sochlar. 검은색 기본 머리, Men armiyadan 전역하고 bo'shatilganidan 한두 달 2 oy 된 o'tgach 머리로, suratga 예, tushdim 찍었었고요. va men ham uni 그리고 jigarrang sochlar 갈색 bilan oldim. 머리로도 한번 Chiroqdan 찍었었고, ko'zlarim 전형적인 og'riyapti 뭉퉁, va 뭉퉁. 그리고 nima? 뭐냐? Men ham sariq sochni sinab ko'rmoqchi edim. 노란 머리도 한번 해보고 싶어가지고 Chunki men o'zimni turli tomonlarimni 좀 ko'rsatmoqchiman. 다양한 모습을 보여드리고 싶어서 Men buni qila olmayman. 안 할래. Men buni qilmayman. 자, Buni 이거 치니까 o'rgatganimda 멘트가 diqqatimni 집중이 jamlay 안 olmayman. 돼가지고 Hech 뭐 narsa 말을 qila 못했어요. olmayman. 여러분들 그냥 Men 설명하겠습니다. shunchaki tushuntiraman. 이 보시면은 Agar qarasangiz, 세 uchtasi 개의, bor. 아니, 뭐 설명 아까 Oldin 다 hamma 했는데? narsani tushuntirdimmi? Men 잘생겼어요. 자, chiroyliman. 그럼 다음으로 Va 하겠습니다. keyingisiga o'taman. 아이, 와, 이거 하니까 Men bu 집중이 narsaga 안 되네요. diqqatimni jamlay 힘들어 olmayman. Bu juda 죽겠어. charchatadi. 자, 여러분들, Men hozir 자, keyingisini 다음 tanlayman. 뽑기 진행하겠습니다. 저도 군대에 있을 때 Men armiyada 그 bo'lganimda 뽑기 bu 게임 omadli 뭐냐, qur'a o'yinini 그 men 핸드폰으로 buni 하는 mobil 걸 telefonim 많이 orqali 해가지고 ko'p marotaba 퀴즈 많이 qildim. 해봤거든요. Shuning uchun men omadli 레오 kishini 나오면 ko'p sinab 갑자기 ko'rdim. Agar kamdan kam uchraydigan bo'lsa, 보라색, u 노란 binafsha 색깔로 va 빛나면서 sariq rangda 갑자기 porlaydi. 팍 하고 Bu 이펙트가 katta 떠요. effekt paydo bo'ladi. 이렇게 돌리는 Uni 순간 aylantirganda 여기서 aynan 이제 shu daqiqada 붕 이러더니 yorilib 막 ketadi va 여기서 birdan shunday bo'ladi. 여는 순간 uni ochsangiz, yuz o'tib ketadi. 반짝반짝 Mukammalakka portlaydi va tushadi. O'yinlarga ko'p pul sarfladim. 자, Men 다음 davom etaman. 가겠습니다. 이럴 어, 수가 이 그 H예요, H. 자, H가 H 나왔습니다. 이 H는 또 H nima? 무엇이냐? H는 H bu hook. 훅인데요. 훅은 또 훅 nima? 무엇이냐? 훅은 Hook 낚시 baliq 게임입니다. ovlash o'yini. 이게 또 O'yinchoq 장난감 baliqlar bor. 물고기가 보시면은 Agar 여러 마리가 qarasangiz, 또 baliq 준비가 tayyor. 되어 있어요. 제한 시간은 Menda 5 daqiqa 얘도 bor. 5분, 제가 5분 동안 5 daqiqa davomida men o'yinchoq to'rdan foydalanaman va baliq tutaman. Baliq orqasida muxlislar menga bergan savollarga javob berishga vaqt ajrataman. 가져보도록 하겠습니다. 제가 훅 게임 Men hook 한번 o'yinini 시작을 해볼게요. boshlayman. 자, 이 낚시 Men to'rni olib 가져보도록 kelaman. 하겠습니다. 주문하신 Siz 낚시도 buyurgan 도착했습니다, to'r keldi, 고객님. mijoz. rahmat. 자, 낚시해 Men 보도록 baliq 하겠습니다. tutaman. 자, 이 Menda 제가 noto'g'ri 또 ma'lumot bor edi. 잘못된 정보를 갖고 있었는데 팬분들 질문이 Bu 아니었어요. muxlislarning savollari 그냥 emas edi. 질문이었습니다. Bu shunchaki 죄송합니다. savollar edi. 사과 Kechirasiz, uzr 말씀드리겠습니다. so'rayman. 자. 야, 한 마리 잡았어요. Men birini 너 tutdim. 뭐니? Siz qaysi birisiz? 뭐 Bumi? 비상어인가, Bu 걔인가? balochami? 뭐 근데 어쨌든 보면은 뭐 shunday 그렇게 ko'rinadi. 생겼습니다. 자, 질문 한번 Men savolni 읽어보도록 o'qiyman. 하겠습니다. 보자. Ko'raylikchi.
이번 konseptual 컨셉 fotosuratlar 포토 ichida 가장 sizga 마음에 qaysi 드는 biri ko'proq 컨셉은, yoqadi? 저는 이번 컨셉 포토 Konseptual 중에서 저는 fotosuratlar 노란머리 orasida 잠옷 pijama 입고 kiygan 있었던 sariq sochli 입었던 menga bu konsepsiya eng yoqqani. 컨셉이 가장 좋은데 뭐 해보고 Men 싶었어요. bu 그 konsepsiyani sinab ko'rmoqchi 컨셉을 edim. 해보고 싶었기 때문에 그냥 Menga 마음에 bu 든다. juda 게다가 뭐 yoqadi 결과물도 va 나쁘지 natija 않았어요. yomon emas edi. 잘생겼고 Men chiroyli ko'rindim 뭐 색다른 모습을 va men 보여드리고 yangi 싶었죠. nasllarni 뭐 ko'rsatmoqchi 긴 edim 머리 va 그 bundan 정도 oldin sochlarimni sochlar bilan bo'yamaganman. 을 한 적이 없었으니까. 예. 그래서 가장 마음에 Menga 들었습니다. bu eng yoqqani. 자, Keyingisi, 아우 잡았다. men birini tutdim. 돌고래요, 델핀. 돌고래. 예, 돌고래. 민 한번 델핀 제가 잡아봤습니다. 자, 으차. Muvaffaqiyatsiz, men buni Bak, muvaffaqiyatsiz bangga deb o'yladim. Bu bang이 muvaffaqiyatsiz 아닙니다. emas. Ziyavatning zamonaviy pozasini yarating. 하기. Nimalar bor? 푸드가 뭐가 있어요? Men ham zavlodiman. Qanday zamonaviy pozalar mavjud? 뭐가 있을까? 뭐 Superman kabi. 자 유행하는 MZ 트렌디 포즈. MZ 자 포즈는 슈퍼맨 슈퍼맨입니다. 해봤습니다. 아니면 yoki Batman. 배트맨. 네 유행하는 zamonaviy MZ MZ 포즈 pozasini sinab 이렇게 ko'rdim. 진행을 해봤습니다. 뭔지 몰라가지고 그냥 Nima 잘 ekanligini 유행시켜봤어요. bilmayman, shuning uchun men bittasini ko'rdim. 자 다음 질문 빈 한번 kengissiga 해보도록 o'taman. 하겠습니다. 자 하루 중에 Kun davomida 제일 eng baxtli 행복한 vaqt. 시간은? 이거는 Har kuni 뭐 boshqacha. 날마다 다른 것 같아요. 뭐 공연하는 날이 있으면 Agar 당연히 konsert kunlari 공연하는 bo'lsa, o'sha 시간이 paytda men eng 가장 baxtliman. 기쁘고, 뭐 진짜 오늘 Agar 뭐 men hech 아무것도 narsa 안 qilmasam 하고 va shunchaki o'yin o'ynasam, 게임만 했다. 그러면 뭐 게임했던 시간이 제일 o'yin o'ynaganimda ham 기쁘고, o'zimni baxtli his qilaman. 뭐 날마다 Kundan kun 다른 것 boshqacha. 같은데, 일단 오늘은 지금이 Bugun men 제일 hozir eng 기뻐요. baxtlisiman. 뭐 Sizni 직접 shaxsan 만나진 ko'rishga 않지만 ulgurmadim. 그래도 내일 또 Lekin 여러분 ertaga 뵙고 ko'rishamiz. 여러분하고 소통하는 Men sizlar 시간이기 bilan 때문에 muloqotga kirishaman. 이 직전까지 Undan 게임을 oldin men 하긴 o'yin 했지만 o'ynayman. 그거보다 지금 Hozirgi 시간이 vaqt 더 qimmatli, 소중하고 qiziqarli va 또 baxtlidir. 행복한 것 같습니다. 자, Okeanimizda ham axlat bormi? Nima, menda boshqa delfin bormi? Soqchining usta bo'lishini ko'rish uchun bormi? Muvaffaqiyatli alpinus baliq ovlash bilan keyin nimani sinab ko'rmoqchisiz? Bu safar super okinus tutdim. Men super okinus tutgandan beri yana nimani tutsam bo'ladi? Men akula tutmoqchi edim. Lekin buni qo'lga olish noqonuniy. Shundaymi? Men buni aniq bilmayman. Lekin men buni qo'lga olishga harakat qilmoqchi edim. Men qonunga zid ishqilog'lik qila olmayman. Unday emas. Baliqchilik juda katta. 엄청 큰 거. 예, 제가 먹을 수 Keling 있는 men 걸로 yeyishi mumkin bo'lganini 한번 tutaylik. 해보고 싶죠. Nima? 뭐랄까 대광어 bitta yassi baliq 120 santimetr. 이런 거 Do'stim buni oxirgi marta tutdi va men juda hasad qildim. 잡아보고 Men ham uni qo'lga olishga harakat qilaman. Keyingisi, nima? Men 아유 mollyusk 조개가 tutdim. 잡혔네. Bu tariq emasmi? 아직 Hali 살아있구만. tirik, 입을 안 여네. og'zini ochmayapti. 자. 자, 질문이 얼마나 잘못됐어요. Kameraga qarab 보고 3ta aygo to'plami. 애교 3종. 뭐 Hech kim meni ko'rishni 원하시는 분이 xohlamaydi. 없을 거예요. 아, 나이 Men 33 33이나 yoshdaman. 먹었는데 Kameraga 카메라 qarab 보고 3ta 애교 aygo 3종? to'plami. 여러분들 원해요? Siz xohlaysizmi? 원하면 Agar 해야지 뭐. xohlasangiz men nima 자, qilishim kerak? 자, 1, 하나, 2, 둘, 셋. 3. 자, 1, 2, 하나, 둘, 3. 셋. 자, 1, 하나, 2, 둘, 셋. 3. Aygoni 자, 3 애교 to'plami. 3종. 아, Shunday qilib 이렇게 3ta aygo 또 애교 to'plami. 3종. Men bu holatni ushlamoqchiman. Qanday qilishim kerak? Magnet yo'q. 정말 가속이 없네. Men boshqasini tutdim. Men akulani tutdim. Ko'raylikchi. 자, 보자. Nima? 뭐야 이게? 전기 Elektrik 장판 panel, 틀고 창문 열기. ochiq deraza VS yoki 에어컨 konditsioner 틀고 adyordan 이불 foydalanish. 와, Hmm. 저는 Men elektrik panel yoqaman va adyorni yopaman. 사실 추운 거를 몹시 Men 싫어하기 sovuqni juda 때문에 yomon ko'raman. 그래서 Va shunday.
Elektr 전기장 panelini 판트. yoqish. 저는 그래도 에어컨 Men 틀고 konditsionerni 이불 yoqmayman va 덮는 adyol yopmayman. 행위는 하지 않습니다. 예. 예, 제가 이불 덮을 때는 추울 때라 Soviganimda 저는 o'zimni 전기장판 yashiraman. 틀고 Men elektr 창문 panelini 열기 yoqishni va 로 oynani ochishni 하겠습니다. tanlayman. 전기장판 Shamolxonaga 뜨뜻한데 kirganda 뭐 elektr 창문 yostig'i 바람이 issiq bo'ladi. 들어오면 또 기분이 좋아요, 여러분들. Hamma uchun ajoyib his qiladi. 불내지 말고 조심히 Alloh 전기장판 yoqmayin. Elektr 꺼진 거 꼭 yostig'i 확인하시고 o'chganligini 날씨도 diqqat bilan 추워지는데 tekshiring. 네, Havo 전기장판 sovuqlashmoqda. 좋은 Umid 걸로 qilamanki, 마련하시면 barchangiz yaxshi elektr pat 자, olasiz. 그럼 이것도 끝났으니까 Bu 마지막 tugagani uchun oxirgisi. HAPPY Men A를 안 뽑았죠, Ani 제가. tanlamadimmi? 자, bu 누가 A 봐도 bo'ladi. A가 나오는데 너무 Men 기대가 albatta 되네요. nima 뭐가 bo'lishini 나올지. kutaman. Bu shunchaki 돈 pul 먹었는데? yedimi? 와, 씨. 자, 마지막 오늘 질문입니다. Bu savol emas, 마지막 bu oxirgi 게임입니다. o'yin. 자, A가 A çıktı. 나왔습니다. 자, A가 Asmir. 준비한 실습은 ASMR 교재에 Darslikdagi qo'shiqlar 수록되어 있는 orasida 곡들 중 하나의 men qo'shiq 가사를 matnlaridan birini 낭독하는 aytib 시간을 berishim 제가 kerak bo'ladi. 보겠습니다. Nima? 아니, Bu nima? 이게 뭐지? 마침 여기 디스플레이 데시벨 켜서 무슨 측정기가 말씀을- 있잖아. 아유, 이 데시벨 Agar men 측정기에 displeyni 70dan oshib ketsa, 70데시벨을 넘어가면 실패하는 걸로 bu 저희가 muvaffaqiyatsizlik. 하도록 하겠습니다. 그렇지만 Muvaffaqiyatsiz 실패한다면 bo'lsam ham, 바로 lekin 끝이 tugamaydi. 아니고요. 앞에 있는 여기 Oldimda, 보시면 이렇게 agar bu 아이템들이 yerda 이렇게 ko'rsangiz, bu 있습니다. yerda 이 narsalar 아이템 bor. 착용 후 Buyumni 계속해서 kiygandan keyin davom etishim 이어나가야 mumkin. 된다고 합니다. 자, 여러분들 Men 제가 mikrofonni 마이크를 켜서 이게 yoqaman. 작동이 되는지 와, 한번 ishlayotganini 보여드리도록 tekshiraman. 하겠습니다. 응? Men 43 이렇게 얘기했는데 shunday gapirsam ham 70dan oshadi. 이거 그냥 쓰라고. Men bularni kiyishimni istamay aytyapsizmi? 자, 어쨌든 이렇게 해서 holda agar u 70 70 dan 데시벨 oshsa, 넘어가면은 저기서 이제 ular 땡 menga 소리를 muvaffaqiyatsizligimni 내드리라고 aytadigan 합니다. ovozni 자, qo'ng'iroq 그러면 qilishadi. 제가 Men hozir 가사를 she'rni 해볼 aytib 텐데 beraman. 어떤 거를 Iltimos 했으면 tinglamoqchi 좋겠는지 bo'lgan 여러분 narsangiz 댓글 haqida 한번 sharh 써주세요. qoldiring. 아, Albizerni 그리움에를 aytishni 했으면 xohlaysizmi? 좋겠다. 네, 제가 Men hamma 쓴 qo'shiq so'zlarini 가사죠. yozganman. 네, 여러분들 그리움에 제가 Albizerni o'qishga harakat qilaman. 자, 흰 눈이 내리던 날, 아, Allaqachon 100을 yuzdan 넘어버렸네. oshdi. 아, 이거 하나. Men ulardan 이거 birini 하나 ushlab 들고 davom 하겠습니다. etaman. 아이고, 땡소리가 나네. Men ovozni 아이고, 이거 참. eshitdim. 자, 그러면 Keyingi 다음 qismini 거 o'qiyman. 다시 해보겠습니다. 너의 곁을 떠난 날 하루에도 수백 번씩 매일 끄적인 그 말 너무 그리워 나를 안아줘 아름다운 Shunchaki bularni kiyishimni xohlayotganingizni ayting. 자, Malika Soqchin davom etadi. 자. 아름다운 자. 뭐야? Bu nima? Bu nima? Buni shunday kiymanmi? Juda chiroyli ko'rinaman, Soqchin. Juda chiroyli. Ajoyib. 너무 그리워 나를 안아줘 아름다운 기억에 잠겨 뭐였지 가사? 아름다운 기억에 잠겨 오늘도 웃으며 잠들길 따뜻한 봄바람 불 때쯤 너에게 갈게 약속해 너에게 아이고 Ago, 아이고 70dan CC 넣어버렸네. oshdi. 아, 뭘 쓰지? Men nima kiyishim kerak? Sog' bo'lgani uchun 네. 자.
qo'lim kirmaydimi? 안 들어가? 너 얘기할게. 자. 그리움에 잠시 떠나 있어도 약속해. 어이. 아 뭐야? Nega ular juda ko'p? Men juda qiyin ahvoldaman. 큰일 났어. 그리움에 잠시 떠. 아니, Men 미치겠네, hozir 진짜. aqldan ozaman. 그리움에 잠시 떠나 있어도 약속해. 나 진짜 yana qancha 어디까지 kiyishim 써야 되는 kerak? 거야? 그리움에 잠시 떠나 있어도 약속해. 나 진짜. 약속해. I will come to you. If you need me. 나 그리움에 Boshqa yo'qmi? 자, 그리움에 잠시 떠나 있어도 약속해. I will come to you. If you need me, I will come to you. 와, 자, 이렇게 Amaliy o'yin tugadi. 실습 게임이 끝나버렸습니다. 자, 여러분들 이렇게 Siz men bilan 게임 uni 연습을 o'ynashni 하니까 yaxshiroq 잘 tushunasiz, 이해가 to'g'rimi? 됐죠? 자, 여러분들 이거 Men bularni 하나씩 ham 보여드릴게요. har birini 하나씩. kiyaman. 자, 캡처 타임 Har bir inson 가지세요. suratga olish vaqtiga ega bo'lishi mumkin. 이거랑 얘는 Bu ikkisi bir 세트예요. to'plam. 자, 다음 거. Keyingisi. 자, 다음 거. Keyingisi. 자, 다음 거. Keyingisi. 이렇게 하냐? Men 그 shundaymi? 동물농장인가 Hayvonlar 나오는 hurmasidagi sichqon quyonmi? 토끼. 자, Keyingisi. 다음 거. 아야. 자, 다음 Keyingisi. 거. 이 모자 Bu shlyapa 뭔데 nima? Bu 이렇게 juda 귀엽냐? 이거 내가 yoqimli. 콘서트에서 O'ylamayki, 한번 kasseta 리폼했을 것 davomida men 같은데. buni sinab ko'raman. Bu shunday 그거 emasmi? 아니야? Bu nima? 그 뭐야, Parashyut kabimi? 낙하산 같은 거? 그 에드벌룬? Reklama shari. Keyingisi. 다음 거. Bugungi kunda juda ko'p narsalar modaga aylandi. 나 진짜 참. 아유, 좋아하신다니. Sizga yoqqan ekan, men buni qilaman. 자. Keyingisi. 다음 거. 없네. 오케이. Yaxshi, bolalar. 자, 여러분 저만 Agar 믿고 menga 따라오시면 ishonsangiz 이렇게 va ergashsangiz, 쉽게 men sizni 행복한 baxtga 관계로 osonlik bilan 완전 erishtiraman. 성공, 그냥 만점 그냥 Siz 바로 mukammal bola olishingiz mumkin. 예, 이렇게 또 Va shunday. 참 또 이렇게 또 Yana 쉬는 시간이 tanaffus qilish 와버렸네 vaqti 이거. keldi. 나 그냥 이 O'qituvchi 선생님들 sifatida 마음으로서 이 그냥 men faqat darsni davom 속개서 하고 ettirmoqchiman. 싶은데, 자, 여러분 Bolalar, 자리에 앉으세요. 이거는 iltimos 쉬는 o'tiring. 시간이 아니었대요. Bu tanaffus vaqti emas. 야, 환장하고 Bu 있네, meni 진짜. aqldan 자, ozdiradi. Bu 3교시 qo'ng'iroq 3-chi 시작 davr 중입니다. boshlanishini 쉬는 bildiradi. 시간이 Hech 없어요. qanday tanaffus yo'q. 이러면 Biz 진짜 buni 이거 shunday qilsak, muammoga duch 큰일 kelamiz. 나는데. 3교시 3-chi 간단하게 davr bilan 마무리할 oddiy 테니까. bo'laman. 자, 다시 Shuning uchun 자리에 yana 앉아주세요. o'tiring. 거기 핸드폰 U yerda 하나 uyali telefondan 집중하세요, foydalanmang. 집. Konsultatsiya. 이거 보고 있는 Buni tomosha 거라고요. qilyapsizmi? 오케이, 그럼 인정. Okey, 자, men buni 여러분, qilaman. Bugungi 오늘 darsimiz qanday 저의 o'tdi? 수업 어떠셨나요? 한번 간단하게 Sizning sharhlaringizni ko'rib chiqsam bo'ladimi? 이렇게 들어보도록 할까요? 자, 댓글을 Fikrlaringizni 제가 o'qib chiqaman. 한번 읽어보도록 하겠습니다. 자,
자. 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 마음으로 Men seni 사랑해요, yuragim bilan 김석진. sevaman, Kim 드디어 Sok Jin. 읽을 수 있는 거 한번 Nihoyat men 봤어요. o'qiladigan birini ko'rdim. 자. 아. Sharhda aytilishicha, men Ajur bilan yoqimli ko'rindim. 아, 뭐 Qanday qilib men Ajur bilan yoqimli bo'laman? Faqat men yoqimli odamman. 자. 자. 아, İki 오빠 günden 내일 keyin 모레 görüşguncha. 봐요. 아, 맞네. To'g'ri, 공연. konsert. 네, 공연이 Bu konsert 아니에요. emas. 공연인데 Bu 뭐 konsert lekin ko'proq 쇼케이스입니다. vitrinaga o'xshaydi. 쇼케이스이기 Chunki bu 때문에 ko'rgazma 네, ertaga 여러분들 va 내일 ertaga. 모레 제가 또 Men 열심히 bunga qattiq 준비를 tayyorlandim. 해야죠. 예. 열심히 Men 준비를 qattiq 또 tayyorgarlik 했으니까. ko'rdim. 근데 뭐 Konsert va muxlislar uchrashuvi bo'lishidan ko'ra, 팬미팅이라기보다는 이제 팬미팅 bu biroz muxlislar uchrashuvi bo'lgan miting 조금 deyishingiz mumkin. 집어넣은 쇼케이스라고 봐주시면 될 것 같습니다. 네. 자, 너무 귀엽고 Sen juda yoqimli va 잘생겼고 chiroylisan 예. 그리고 va 아, 수업이 Men har kuni 매일 darslar 이랬으면 shunday bo'lishini 좋겠어요. xohlayman. 또저 같은 Mendek o'qituvchi yo'q. 티처가 없거든요. 예. 저 같은 이 Mendek 선생님은 o'qituvchi yo'q. 장충 뚜껑 Men Janchun 날려버리러 stadionga boraman va 갈게요. tomni ochaman. 그 비쌀 Bu 텐데. qimmat bo'ladi. 네. 감사합니다. Rahmat. 자, so cute. Juda shirin. I love the Men album. albomni yaxshi ko'raman. U juda yaxshi. 감사합니다, 여러분들. Barchangizga 또 rahmat. 이렇게 Chiroyli o'qituvchi handsome bilan dars artist와 o'tish 오늘 uchun 수업을 해서 여러분들 즐거웠죠? xursand bo'ldingiz, to'g'rimi? 액션은 대단한 Men hayratda qoldim. Bu nima? 게 강사. Aniq o'qituvchi. 완벽한 Eng zo'r 일타 o'qituvchi. 강사. 전부 알고 있었어요. Bu sizga 여러분들이 yoqishini bilardim. 좋아하실지. 예, Siz hali ham 너무 shu 알고 yerdamisiz? 있으니. 자, 제가 Buni avval 그 aytgandim. 전부터 얘기를 했었잖아요. 저만 Ishoning 믿고 va menga 따라와. ergashing. 다시. Yana 저만 menga 믿고 ishoning 뭐라고? va nima? 그래, To'g'ri, 저만 믿고 ishoning va menga 따라오시라. ergashing. 네, 제가 또 Men 이렇게 buni 얘기했기 aytdim. 때문에 여러분들 저만 믿고 Shuning uchun 따라오시면 siz 될 faqat 것 menga 같습니다. ishonishingiz va 그러면 ergashingiz 오늘 kerak. Bugun qiziqarli bo'lgan 여러분들과 dars. 즐거웠던 수업 여기까지 Men hozir 하도록 to'xtayman. 하겠습니다. 집에서 Uyda 이 bu nima? 꾸준히 Ularni ko'rib 연습도 chiqing. 하시고 발성 연습도 Va siz ham 꾸준히 vokalingiz 하셔야 mashq 됩니다. qilishingiz 자, kerak. 따라하세요. Mendan keyin 여러분들 takrorlang. 따라하세요. 해피! 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 자, 아 열심히 했다. Qolgan 앞으로 o'ziyor 남은 vazifasi 시청자 bilan siz 친구들과 qo'lingizdan 과제 꼭 kelganini 여러분들 qilishingiz 열심히 kerak. 하셔야 됩니다. 그리고 여러분 Va ajablanib, 서프라이즈 또 Happy 제가 darsligining 해피 muallifini 교재 o'qib keling. 모셨는데요, 여러분들 이 박수로 Iltimos, 한번 balandroq 맞이해 qarsak 주시길 chaling. 바랍니다. 자, 해피 교재 Happy darslik muallifi. 예, 안녕하세요. 살롬. 아, 안녕하세요. 예, 아, Salom, sizni 반갑습니다. 예. ko'rganimdan xursandman. 안녕하세요. Salom, men BTSdan Jinman. 아, 여러분들. Bolalar. 예, 저 방탄소년단 Men 진입니다. 오늘 BTSdan 해피 Jinman. 관련하여 수업 Bugun 어떻게 Happy 잘 mavzusiga 들으셨나요? dars sizga yoqdimi? 열심히 준비한 Men 앨범이 qattiq mehnat 나왔으니까 qilgan 여러분 albom 많은 chiqdi. 이 앨범 Shuning 많이 uchun albomni 들어주시고 tinglang. 다들 많은 Bu albom 행복과 orqali 즐거움을 이 ko'proq 앨범에 baxt va 찾아주셨으면 zavq topasiz degan 좋겠습니다. umiddaman. 이 저자 방탄소년단 Muallif 씨는 BTSdan 앞으로 Jin. Fallon Show'da 팬 paydo 쇼도 bo'ladi. 나갈 거고요. 예, 그리고 뭐 Va 여러 가지 menda 또 bir 활동이 nechta 하고 있습니다. tadbirlar 당장 bor. 내일과 내일 Ertaga va 모레 2 kundan keyin 쇼케이스도 treninglarim bor. 있고요. 예, 쇼케이스를 위해 Ko'rgazma uchun men 연습도 juda 어느 ko'p 정도 좀 mashq qildim. 해놨고, 자, 어떻게 Va 할지 뭐 biz 구성도 komponentlar ustida 잘 ishladik. 짜놨습니다. 그리고 앞으로 Muxlislarni 있는 또 imzolash marosimi 팬사인회도 ham 있죠. bizni 회전목마 kutmoqda. Bu 팬사인회 때 muxlislarga 제가 imzo chekish marosimi. 고민을 Bu 진짜 men 많이 bu 했어요. haqda juda ko'p 이번에 o'yladim. 팬사인회를 Muxlislarni 하고 imzolash 싶은데 tadbirini 어떻게 o'tkazmoqchi 하면 edim, 좀더 lekin 재밌게 qanday 할 qilib 수 uni yanada 있을까? qiziqarli 그래서 qilishim mumkin. Men bu 고민을 haqida 많이 juda ko'p 해보다가 o'yladim. 아직 찾아보니까 아직 Men 뭐 qaradim. 회전목마 Va u 위에서 yerda hech kim muxlislar 팬사인회를 imzolash 한 tadbirini 게 o'tkazmagan. 없더라고요. 그래서 Men mashruqdan 회전목마를 foydalanish uchun 어떻게 잘 ijaraga oldim. 빌려가지고 Tadbirni yaxshi 해가지고 bajarishim 이렇게 uchun. 하도록 하겠습니다. 여러분들 Bolalar, 또 근데 men buni 제 iloji 주변에 boricha 많은 ko'p 분들과 odamlar 하고 bilan 싶은 qilishni 있는데 xohlardim, 또 lekin u yerda ham 그 biznes yuritish 거기도 kerak. 이제 영업을 해야 되니까 좀 Shuning uchun 적어 ularning soni 인원이 좀 qisqardi. 줄어들었는데 다음에 또 Keyingi 제가 safar 재밌는 yaxshi 이벤트 voqealar haqida 방송에서 o'ylab ko'p mehnat 하도록 qilaman 하겠습니다. 그리고 va umid 우리 qilaman. 제이 호프 씨가 지금 채팅을 Uzoq 남겼다는데 qoldirdi. 해피 Happy, happy. We are so Biz juda happy xursandmiz, Jin. 너 Ingliz tilidan 영어 써? foydalanyapsizmi? 자식 공부 좀 Mana 했다니까. o'qiganingizdan kelgan. 야. J-Hope.
댓글 좀 더 Ko'proq yozishga 써봐줘요. harakat qiling. 자, 이렇게 해서 Shunday qilib, 오늘 bugungi show 마무리가 tugadi. 되었고요. 여러분들 Show 어떻게 sizga 오늘 yoqdimi? 좀 즐거우셨는지 잘 모르겠습니다. 저도 열심히 Men ham 준비를 qattiq 해가지고 tayyorlanaman 내일 va qiziqarli 모레 narsalarni 모레 ko'rsataman. 여러분들께 좋은 즐거운 Ertaga 모습을 va ertaga 보여드릴 muxlislar, 거거든요. 제 앨범 많이 iltimos 들어주시고 albomni 여러분들도 tinglang 공연장에서 va 노래 konsertda 같이 qo'shiq kuylang. 쇼케이스 Yo'q, 장에서 umid qilamanki, 같이 siz vitrinada qo'shiq 불러주셨으면 kuylaysiz. 좋겠습니다, 여러분들. 내일 여러분들을 Ertagasini 뵈러 qanday 갈 ko'rishimni 생각에 o'ylayapman. 설레고 Men allaqachon 두근두근합니다. hayajonda va yurak tez-tez 그러면 uryapti. 내일 Ertaga 여러분들 ko'rishamiz. 뵙도록 하겠습니다, 여러분. Men 사랑합니다. sizlarni 안녕, 내일 sevaman 봐요. bolalar. 내일 모레 Xayr, 봐요. ertaga ko'rishguncha, 빠빠이. xayr.